Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana bugun 2026-yil 4-mart sanasiga ko'ra ko'chatlarimiz O'zbekistondan Qirg'izistonga dastlabki bo'ladi belgilangan asosida. Mana inshaalloh mana bunaqa qilib belgilanadi. Mana sortiga yozilib. Atak mana rosa trenddagi yurgan endi hali maqtagan qora marvarid nokimizdan inshaalloh 400 tacha qolgan ekan, hozir 150 ta zakaz berganini boq qilishga shunga yetkazib beramiz. Mana o'sha mashhur nokimizni ko'rishlaringiz mumkin. Trenddagi hozir bunaqa nok kamdan kam bo'ladi. Bu eng zo'r qora marvarid degan nok. Saqlasa ham turadi. Ertaki o'rtaki paytlarda pishirgan payt mana o'sha trenddagi giloslarimiz Svetariyani mana to'plamalar bo'ldi. Shoptolinda qaralashdi. Mana o'zi aslida mana Svetariyani mana pindilarni ko'rsalaringiz mana ajoyib bo'ladi. Mana bunday bo'lib mana ko'rsalish mumkin. Mana mayda tishli bo'ladi. Mana shu to'limda meva qilaveradi. Bu karlik emas, atak o'zini o'zi tayinlatuvchi giloslarimizdan zakaz orqali O'zbekiston Qirg'izistonga chiqib ketyapti. O'rtoqlar, kimga shunaqa ko'chatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Mana tomirlari.